laqabi odamxo'r bo'lgan va yosh katta akalar juda ham yaxshi biladigan Kras 255B. Bu avtomobilni dvigatel hajmi 15 litrga yaqin bo'ladi va образный 8 silindr 240 ot kuchi 883 Nm bo'ladi. Ham taniqli, hamda legendarniy bo'lgan 43118 modeli bilan keladigan Kamazda esa 12 litrga yaqin dvigatel hajmi va образный 8 silindr 300 atrofida ot kuchi 1275 Nm bo'ladi. Yana bir o'zining zamonaviy modifikatsiyasi bilan tanilgan Ural Next 536 6.65 litrli dvigatel hajmi, L образный 6 ta silindr 312 ot kuchi 1240 Nm bo'ladi. Va eng oxirida amerikanskiy legendarniy pikaplardan biri GMC Sierra 3500 HD Ultimate Denali komplektatsiyada. Bunisi esa 2500 HD Denali komplektatsiyada. Har birida dvigatel hajmi 6.6 Duramax turbinli dizelli dvigatel 6.6 bo'lganligi uchun va образный 8 silindr 470 ot kuchi 1322 Nm o'rnatilgan bo'ladi. Albatta yuqorida sanab o'tilgan har bir modelning o'zining o'rni, o'zining modifikatsiyasi va o'zining joyi bor. Bunda shubha yo'q, afzalliklari bor albatta. Lekin biz aytmoqchi bo'lgan narsa shundan iboratki, bularni hammasini taxminan bir joyga to'plagan o'zining komforti, o'zining xarakteristikasi va afzalliklari bilan yuqori cho'qqiga chiqa oladigan bu avtomobil sotuvda bor bo'ladi. Narxlari video ostida bo'ladi. Bu avtomobil ham off-road, ham uzoq sayohat, hamda shahar uchun qo'llanilishga ayni muddao bo'ladi. Kattaroq ballonlarni qo'yasiz, bitta bo'lib ajralib yurasiz.